Yuring. Bismillahirrohmanirrohim. Mana hoji aka keldi. Bizda mehmon Andijonda hozir. Toji Muhammad aka mana nimalar. Buni yangi qurilayotgan nimasi ekan Ibn Xutayba. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana odamlar, mehmonlar aylanishib yurishibdi. Imoratlarda bunday qilib mana yangi solyapti ekan. Mana o yerda o'qilardi-da, mana onda masjid. Mana yerda, ha. Namozda o'sha yerda o'qirdik-da. Manda kirganim eğer eski masjiddir. Mana bunday qilib buloqlarni mana nima qilib qo'yibdi, chiqarib qo'yibdi. Ibn Xutayba deb nima qilingan joy ziyoratgoh. Andijon viloyat Jalaquduq tumanida joylashgan. Imorat endi yangidan nima bo'lyapti-da? Qani. Mana shunday qilib nimalarda qurbanday qilgan. Mana shu tomonlar shunday nima. Ononga kirardik oldin, endi hozir nimalarni qo'yib qo'yibdi. U yerda ham rekonstruksiya ishlari bo'lyaptimi? Xoldor Mirzo, keling jo'ra. Ha. Qani qayerga o'tiramiz bir chetga? Hojiga Kim deydi? Xutayba ibn Muslim ziyoratgohi. Xutayba ibn Muslim ziyoratgohi. Arabistondan kelgan nimalar? Keling buraya. O'tiringchi. Qani? Tilovat qilsinlarchi, hoji aka? O'zlari. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. فأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين Ziyoratgohga mana shunday qilib joylarni qo'yib chiroyli qilib. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أحد الله صمد bütün alem üstünde güzel yaratan Allah'ına hamdler olsun. Resulullah mimarlarını yaratan Allah'ına hamdler olsun. Ya Rabbim takvadar Müslümanlarını terbiye eden Allah'ına hamdler olsun. Bütün ulamalarını bütün takvadarların Allah'ın berçesini rahmet eylesin. Arkada kalan bizlerle doğru dinle, hak yolda adışlıkması, tevfik etsin, özü üzerine taşımasın. Müslümanların akıl itibar etsin, özü üzerine taşımasın. La ilahe illallah, subhaneke inna kümmel zalimin, rahmetli ya erhamer rahimin. Allahu akbar. Ana hoji aka